Uy sharoitida ham shunday holatdagi telefonlarga ekran almashtirsa bo'ladimi degan savollarga bu videoda javob olishlar mumkin bo'ladi. Demak, ishni boshladik. Bu telefonga avval ekran qo'ygan insonni haqlariga ikki varaq shirin tilaklarim tilagan holatda ishni boshladim. Kelay ham shunday qo'yiladimi? Wi-Fi antennalarigacha kelay bilan to'ldirib yuboribsiz og'ayni. Tilaklarimni ikkinchi varaqaga o'tishga majbur qildingiz. Bu holatdan keyin erinmagan holatda kelaylar tozalaymiz, telefonni ochamiz. Xatyabi batareykani tagiga tupurib qo'yish kerakmidi deyman, shunda yopishib turardi. Ekranni ajratamiz. Ekranni ichi to'la chang, kameralargacha chang. Erinmagan holatda tozalaymiz va chiqqan axlatni ko'rib o'zingizlar telefon qay darajadaligini his qilishingiz mumkin. Aytgancha, sizni ham yaxshi tilaklaringiz bo'lsa kommentariyga yozib qoldiring, o'z egasiga albatta yetkazib qo'yaman. Demak, jarayonni boshladik, kamerani tozaladik, yaxshi kilaydan foydalangan holatda yangi ekranda o'z o'rniga o'rnatib 3 daqiqaga 70 gradusli pressga jo'natdim. Kilay qatib olguncha bekor o'tirgim kelmadida batareykaga lipochkani yopishtirib, kirishgani ham tayyor holatga kelgizib oldim va telefon tayyor bo'ldi. Natijani ko'rib o'zingizlar xulosa chiqarishingiz mumkin. Kameralar ham esdan chiqqan yo'q. Har bir kameraga alohida mehr berildi va telefonimiz tayyor bo'ldi. Bu xizmat sizga yoqqan bo'lsa bitta chiroyli reaksiya qoldirib qo'yasiz.